Azizlar o'zi Peter bilan o'tirib, choy ichib, suhbatlashib o'tiribmiz. Ularda suhbat qildik, hayotiga bo'lgan narsani menga yaqinda hayotiga bo'lgan narsa bilan men bilan bo'lishdi. Men endi o'zgina shokka qo'ydim. Uy bor edi, davlat tomonidan 2 xonalik uy olib bergan edi. Hokimimiz, davlat mutasaddilar 2 xonalik uy olib bergan edi. Lekin shunaqa odamlar atrofiga paydo bo'ldiki, aytami shu uyni sotib biznes qilamiz deb qulog'iga tepib ketganlar bu. Shularga ham murojaat qilmoqchi. Qanaqa ular bo'lish kerakki, shunaqa yetim bolani, ham invalid bolani aldab uyni sotib yana qochib yuribsizlarda. Qanaqa odam bo'lish kerak? Shu sizlarga nima deb o'ylaysizlarda azizlar? Shu yetim bolani aldashni, shu pulni yeb, uyini sotib, qulog'iga tepib, shu bo'ladimi? Shu hazm bo'ladimi? Iloyim jig'ildongizga shu zahar bo'lsin sizlarga. Yetimni haqqi eng yomon kunlaringizga shu buyursin sizlarga. Shuni aldagan odamlarga aytaman. Shu qanaqa odam bo'lish kerak? Men shokka tushdim-da. Yana video chiqaramiz. Davlenim ko'tardi men. Chiqolmayapman.